Amir Temurning yuksak orzusi Buyuk Ipak yo'li ustidan hukmronlik qilib, Sharq va G'arb o'rtasida erkin savdo hududini yaratish edi. Sohibqiron uchun bu nafaqat iqtisodiy qudrat, balki ulug'vor tarixiy vazifani ham anglatardi. Xitoydan boshlanib, butun dunyoni qamrab olgan savdo yo'liga hukmronlik qilish unga Chingizxon missiyasini takrorlash barobarida undan o'tib ketish imkonini ham berardi. U xaritaga tikilar, yo'llarni ko'zdan kechirar va yuragida kelajak yurishlari uchun zamin hozirlardi. Tunlari yulduzlarga boqib, osmon ishoralarini tushunishga urinar, go'yo falakning o'zi unga qulay damni ishorat qilayotganday edi. To'xtang, hozir biz videoga qaytamiz. Lekin sizga bitta savolim bor. Bilasizmi hozir sizga eng yaqin turgan narsa nima? Bu albatta bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasi. Kanalimizdagi ko'rishlar sonini tahlil qilib bir narsaga ko'zim tushdi. Bizni kuzatayotganlarning 77% kanalimizga obuna bo'lishmagan ekan. Va bu meni biroz ranjitdi. Lekin siz buni to'g'rilashingiz mumkin. Hoziroq obuna bo'ling, like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashing. Bu siz uchun juda oson, lekin biz uchun katta motivatsiya. Va biz videoga qaytamiz. Amir Temur Xitoy yurushiga tayyorgarlikni 1397-yili boshladi. Katta qo'shin bilan Turkiston shahriga yetib kelgan Sohibqiron dastlab bu shaharda islom olamining buyuk mashoyixlaridan biri Ahmad Yassaviy ruhiga atab katta maqbara qurishga amr etdi. Ushbu maqbara qurilishini rejalashtirish ishlari bilan birgalikda Xitoy yurushiga tayyorgarlik ham boshlangan edi. Amir Temur o'zining sevimli nabirasi va valiahdi Muhammad Sultonga 40 ming kishilik qo'shin berib, Xitoyga olib boradigan yo'llarni ko'rib chiqishni, yo'llar bo'yida dehqonchilik hududlarini barpo qilishni, yo'llardagi mo'g'ullar hujumlari natijasida vayron bo'lgan shahar va qishloqlarni tiklashni hamda yangi qal'alar qurishni buyurdi. Muhammad Sulton o'z qo'shinlari bilan Turkistondan yo'lga chiqib, to Ashparagacha bo'lgan hududlarda Sohibqiron tomonidan topshirilgan vazifalarni amalga oshirdi. Lekin taqdir Amir Temurni 1398-yili Hindiston tomonga yetakladi. 1398-99-yillarda Hindiston yurishi bilan band bo'lgan Amir Temur 1400-yildan boshlab 7 yillik yurishni boshladi. Chunki Xitoy yurushidan avval g'arbiy chegaralarni mustahkamlash zaruriyati tug'ilgan edi. Amir Temur 7 yillik yurishdan qaytib kelganidan keyin ko'p dam olmasdan o'zining azaliy orzusi Xitoy yurishini boshlashga qaror qildi. 1404-yilning kech kuzida tabiat ham go'yo bu yurishning og'irligini his qilganday, sovuq shamollar xazonlarni havoda chirpirak aylantirar, yer esa sarg'aygan barglar bilan qoplangan. Ana shunday pallada Amir Temur qo'shinlari Xitoy sari Samarqanddan yo'lga tushdi. Lekin qish kutilganidan shafqatsiz keldi. Sirdaryo muzlab, go'yo ulkan shishadan yasalgan maydonga aylandi. Qo'shin muz ustidan yurib o'tgan bo'lsa-da, o'trorga yetgach, dovullar va tinimsiz yoqqan qor sabab to'xtashga majbur bo'ldi. Oppoq qalinlik nayza bo'yidan ham baland edi. Yurish imkonsiz bo'lib, lashkarlar Sabron, Turkiston, O'tror, Sayram va Toshkent viloyatlarida qishlashga joylashdi. Amir Temur O'trorni o'z maskaniga aylantirdi. Har kuni odati bo'yicha otxonasiga kirar, yurish uchun tayyorlab qo'ygan shaxsiy otlarini o'zi parvarishlar, ularning yelkasini mehr bilan silab, Xitoy yurishini xayolida gavdalantirardi. Lekin Sohibqiron bahorni ko'ra olmadi. Umidlar qorga ko'mildi. Yurish ortda qoldi. U orzu qilgan Xitoy yurishi endi faqat tarixning javohir sandig'ida qoladigan asror edi. 1405-yilning 18-fevralida Amir Temur vafot etgach, Temuriylar davlatida o'zaro urushlar boshlandi. Parchalanayotgan imperiyani qayta tiklagan Sohibqironning kenja farzandi Shohrux Xitoy bilan aloqalarni yo'lga qo'ydi. 1420-yili Temuriylarning eng katta elchiligi Xitoy tomon yo'l oldi. Elchilar o'zlari bilan turli xil sovg'alar, jumladan otlarni ham olgan edilar.
Xitoy imperatoriga sovg'a sifatida hadya qilingan otlar orasida Amir Temurning shaxsiy tulpori ham bor edi. Bu g'alati taqdir o'yini go'yoki sohibqironning buyuk orzusini qisman bo'lsa-da ro'yobga chiqarayotganday. Xitoy tuproqlari uning lashkari emas, balki otlarining tuyoqlari zarbidan changimoqqa boshladi. Biroq otlar bezovta edi. Go'yo ular ham o'zga yurtdan norozi, qandaydir muhim bir ishni amalga oshirish oldidan hayajonda edi. Xitoy imperatori elchilarni tantanali kutib oldi. U hadyalar orasida ayniqsa Turon otlariga mahliyo bo'ldi. Ularga mehr bilan boqarkan, nigohi gavdali, chiroyli va bahaybat otga tushdi. U o'z amaldorlariga shu otni minib ko'rmoqchi ekanligini aytdi. Amaldorlar shoshib otni imperator minishi uchun hozirladilar. Ammo ot unga yaqinlashgan zahoti g'azabga to'ldi. Ko'zlarida yovvoyi olov yonar, nafasi tezlashib, yerni tuyoqlari bilan tepib, nafas olishi ham kuchayib borardi. Go'yo u o'zini qulunligidan parvarishlagan sohibqironning orzusini ushaltirish vaqti kelganini anglagandek edi. Yuksak dabdaba bilan ot ustiga chiqqan imperatorni his etgan tulpor shu ondayoq kishnab ko'kka sapchidi. Bir lahza saroy hovlisida yashin yangliq manzara yuz berdi. Ot birdan ko'kka sapchib, imperatorni go'yo olis Samarqandda yotgan marhum sohibqironga ko'rsatmoqchi bo'lgandek uloqtirdi. Havoda bir zum muallaq turgan imperator gursillab yerga tushdi. Vahimaga tushgan amaldorlar shoshib imperatorni ko'tarib saroy hovlisini tark etdilar. Birozdan so'ng o'ziga kelgan imperatorning yuzi tund edi. U bo'layotgan voqealar ichida qandaydir sir yashiringanini his etdi. Biroq g'azabi ustun kelib, darhol elchilarni hibsga olishni buyurdi. Shu lahzadan boshlab ikki buyuk saltanat o'rtasida yangi nizolar ko'lankasi paydo bo'ldi. Aynan shu voqealar Abdurazzoq Samarqandiyning Matla'us Sadayn asarida juda keng bayon qilingan. Ruxsatingiz bilan aynan tarixiy manbadan o'qib bersam. Podshoh yetib kelib qaror topgach, Xitoy tilida saroylit va xikfu deydiganlari Li Doji va Jon Dojilarni hozir turgan edilar va podshoh ular bilan elchilarni hibsga olish to'g'risida bahs qilmoqda edi. Li Doji, Jon Donji va Mavlona Yusuf qozilar boshlarini yerga qo'yib arz qildilar. Bularda gunoh yo'q. Agar ularning podshohlari yaxshi ot topsa yuboradilar. Bular podshohga hukm qila olmaydilar. Siz bularni pora-pora qilganingiz taqdirda ham podshohlariga sira zarar yetmaydi. Podshoh nomingiz esa yomonlikda ovoza bo'ladi. Xitoy podshohi elchilarga qoidadan tashqari muomala qilibdi degan gap butun olamga tarqaladi. Bu xayrixohlarning so'zlari podshohga yoqib tushdi. Mavlona Yusuf shodmon bo'lib elchilarga xabar yetkazdi. Haq taolo biz g'ariblarga rahm qilib, podshoh marhamat ko'rsatdi. Podshoh otga mininglar deb buyurdi. Elchilar otga minib podshohga hamroh bo'ldilar. Podshoh gina qilishga boshlab Shodixo'jaga aytdi. Tortiq va sovg'a hadya yuborilgan ot va ovchi qushlar g'oyatda yaxshi bo'lmog'i lozim. Toki ikki orada muhabbat ortmog'iga sabab bo'lsin. Sen keltirgan ot esa men unga mingan edim, g'oyatda qariligidan meni uloqtirib tashladi. Mening qo'lim og'riyapti, ko'karib ketdi. Ko'p dori surtgan edim, alami biroz taskin topdi, dedi. Shodixo'ja uzr aytgandek bo'lib, bu ot ulug' amir hazratlari Temur ko'ragandan yodgor qolgan. Shohrux janoblari g'oyatda hurmat ko'rsatib, bu ot sizning ulusingizda otlarning saromadi bo'ladi degan umid bilan yubordilar, deb arzga yetkazdi. Bu gap podshohga yoqib tushdi va tahsin aytdi. Ulug' insonlarning taqdiri sir-sinoatga to'la. Yaratgan ularning umr yo'llarini turli mo'jizalar bilan bezaydi. Ushbu tarixiy voqelik ham ana shu sohir taqdir yo'llariga ishoradir, balki yoki inson
va uning ko'p yillik sadoqatli do'sti ot o'rtasidagi ruhiy bog'lanishning yana bir ko'rinishimi? Siz nima deysiz?